o'tishda davom etamiz. Mana ro'yxatdan o'tish formasini tuzayotgan edik. Keling bugungi darsda captcha tekshiruv misolini kiritsak, ya'ni masalan saytga asosan bazaga so'rov yuborish orqali saytga nagruzka tushiriladi. Shunday holda oldini olish uchun masalan robot, masalan botlar, shunday botlar yasab shunday ish qilinishi mumkinki, saytingizdan juda ham ko'p marotaba ro'yxatdan o'tish avtomatik bajarilib turishi mumkin. Shuning uchun saytga nagruzka tushmasligi uchun shunday botlarni, robotlarni ishini to'xtatish uchun tekshiruv misoli, masalan ko'p saytda ko'rgan bo'lsangiz kerak, captcha kodlar beriladi. Biz ham shunday kod yasaylik. Biz prosta tekshiruv misol qilamiz. Demak, mana men misol nomli PHP fayl yaratib oldim. Qabulxonada esa formamizga esa avval kod yozaylik. Mana tekshiruv misoli. Image ga resursga misol PHP va get zaпрос berib qo'ydim. Ikkita get zaпрос o'tadi, demak misol PHP ga va yig'indini kiriting. Yaxshisi brauzerda ko'rsatay. Mana shunday holga keladi. Hozir bu yerda misol ko'ringani yo'q. Chunki hozir misol PHP ni hali yozib tayyorlaganimiz yo'q. Keling avval bo'lmasa misol PHP ni tayyorlab olsak. Demak, aytib o'tganimdek, qabulxonadan ikkita get zaprosni qabul qilib olamiz avval. Demak, birini son 1 desek, birinchi get zapros esida. Son 1 ga tenglab olaman. Keyin son 3 deb qo'ya qo'yaylik. Bu son 2 da get zapros. Demak, bu tekshiruv kodi rasm holatda ko'rinishi kerak. Content type image formati JPEG bo'la qolsin. Demak, image razmer berib olsak, shunday adashmasam image create true color. Shunday demak 100 ga 30 bo'la qolsin. Xo'p, endi
155 qilsak, rang bu. Fon. Hop. Bitta rang o'zgaruvchiga rang berib olaylik. Rang o'zgaruvchisiga rang beramiz. %55 qilaylik-da. Buni oq qilaylik. Endi get zaproslarga yozishimiz kerak bo'ladi. Image string Xo'p, endi son 1 ga qo'shaylik. Son 3 ni. Xo'p. Teng so'roq deb qo'ysak va rang beramiz. Rang desak. Xo'p, endi rasm holat image demak JPEG. Kamchiliklar qolmadi. Zaproslar kiritadi. Yana yaxshi tekshirib ko'raylik. Va mana misol o'zgartirsak 5 + 8 2 + 7 demak yig'inda bu yerga kiritiladi. Mana tekshiruv misolini ham tayyorlab oldik. Hammaga omad. Keyingi darslarda ko'rishguncha.